Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, kanal obunachilari. Bugungi video albatta tushunib turganingizdek klassikoga bag'ishlanadi. Yana bir klassiko mavsumdagi so'nggi klassikoga guvoh bo'ldik va bu safar ham Barselonaning qo'li baland keldi. Va avvalgi klassikolardan qolishmadi menimcha. O'sha gollarga boyligi, vaziyatlarga boyligi, tahlilga albatta arzigulik vaziyatlar juda ko'p bo'ldi, lekin bugungi videoda qisqacha o'zimning o'sha klassiko haqidagi fikrimni bildirib o'taman. To'liq tahlil qilishga hozir biroz kech bo'lib qoldi. Shu sababli qisqaroq videoni hozircha joylab turamiz. Keyin hali boshqa ko'rsatuvlar bo'ladi. O'shanda menimcha bafurja klassikoga to'xtalib o'tamiz. Hozircha qisqacha fikrim. Demak, dastavval keling tarkiblardan boshlasak, tarkibda Flick o'sha Inter bilan o'yindagi tarkibni o'zgartirmadi. To'g'risi shundan keyin biroz charchoq alomatlari bo'lsa-chi degan savol bor edi menda. Lekin bu tanlov qanchalik to'g'ri bo'lganligini mana o'yin ko'rsatib berdi. Carlo Ancelotti esa aksincha o'zgarish qildi. Rodrigo yo'q edi tarkibda va himoyada o'sha romb holatini ko'rdik. Qaysidir ma'noda Arda Güler qanotda o'ynadi baribir. Juda bir romb bo'lib, biz bilgan o'tgan mavsumdagi romb shaklini ko'rmadik-ku, lekin shuni kutgan edim men. Hujumda chunki Vinicius hamda Mbappe juftiga turdi. Yarim himoyada esa biz demak Güler, Bellingham, Valverde hamda Sebaliosga ko'rdik. Lekin bu tanlov o'zini oqlamadi. Endi bir boshdan aytib o'tadigan bo'lsak, o'yinda tezkor 2 ta gol urgan bo'lishi mumkin. Real to'g'ri jazoladi Barselonani o'sha qarshi hujumlardan unumli foydalangan holda, biroq baribir ishonmayotgandim. To'g'risi Real bu o'yinda qandaydir muammolarga duch kelishi mumkinligini oldindan his qilgandim. Shu o'z kanalimda, Telegram kanalimdagi postda ham aytib o'tdim. O'sha himoya degan so'zni oxirida 3 ta nuqta qo'ydim. Chindan ham himoyaga ishonmayotgan va himoya mana ko'rib turganingizdek bu o'yinda yana pand berdi. Birinchi bo'lib Barselonaga albatta to'xtalib o'taylik. G'olib bo'lgan jamoa haqida albatta gapirsak to'g'ri bo'ladi. Haqli ravishda g'alaba qozondi deb o'ylayman. Barselona har taraflama deyarli barcha jabhada ustun ekanligini ko'rsatib o'ynadi. Ayrim jabhalarda bir bosh ustundek ham ko'rinib ketdi. O'sha 2-0 dan keyingi Barselona juda qo'rqinchli ko'rindi. To'g'risi men o'sha paytda hayron qolganim, Telegram kanalimda ham yozdim. Kim o'zi Interga qarshi o'yindan keyin kelgan bu uchrashuvga? Ya'ni charchoq aksincha Real futbolchilarida sezilib turdi. Barselona futbolchilari shunchalik og'ir o'yindan keyin biroz o'sha yengil jarohatlar bilan qaytib kelishgan, biroq shunga qaramasdan yana qayta o'sha ruhiy o'zlarini tiklay olishganiga shunchaki qoyil qoldim. Bu yerda albatta murabbiylar shtabi zo'r ishlashganligidan dalolat. Flick mana shu taraflama to'g'risi zo'r murabbiy ekan. Men Flick kelganda jismoniyatni zo'r qilishiga ishongandim. O'sha mavsum oldida hali kelishidan oldin bu haqda xabarlar chiqqanda jismoniy taraflama zo'r bo'ladi endi Barselona deb o'ylagandim, lekin ruhiyatni ham zo'r ushlab bera oladigan murabbiy ekan. Mana shunisiga men to'g'risi qoyil qolyapman va jamoa o'zining o'sha eski qurollaridan foydalandi. Bunday olib qarasak, qandaydir Amerika ochgani yo'q. O'zining o'sha kuchli xarakterini ko'rsatdi va o'sha biz bilgan futbolchilar o'sha biz bilgan uslubda gollarni urishdi. Pedri fenomenal o'yin ko'rsatdi. Yamal albatta doimgidek zo'r o'yinlardan birini ko'rsatdi. Rafinha 2 ta gol urgandir, lekin u juda bir yorqin o'yin ko'rsatdi demagan bo'lardim. Undan ko'ra menga o'sha Pedrining, Yamalning o'yini ko'proq ma'qul keldi. Lekin albatta Rafinha ham oltin to'p uchun kurashayotgan futbolchi, u ham uni maqtasak bo'ladi, u ham yaxshi o'ynadi. Biroq himoyada biroz xatolar bo'ldi. O'sha Barselonaning o'sha Inter bilan o'yindan keyin videoda aytgan edim, Barselonaning o'z uslubi o'zini ojiz nuqtasiga aylanib qolgan, ya'ni o'sha himoyaning yuqoriga ko'tarilishi qarshi hujumda oson jazolanishiga sabab bo'lyapti deb. Go'yoki Real foydalandi bundan, bir nechta xavfli vaziyatlar ham yaratdi goldan tashqari, lekin umumiy olib qaraganda baribir vabankka bordi. Bu Barselonaning uslubi shundayki, siz mayli uring, bitta ikkita gol urarsiz, lekin biz undan ko'proq uramiz. Bir paytlar Braziliya shunday edi, biz xohlaganimizcha uramiz derdi. Hozirgi Barselonani shunga qiyoslasak bo'lar ekan. Flick qolyapman, nafaqat jismoniy o'sha taktik taraflama, balki ruhiy taraflama eng katta shu yutuqlardan biri Barselonaga shu ruhiyatni olib kira oldi. Jamoa unchunchaga taslim bo'lmay kutmagandim. Shaxsan o'zim tan olaman, bunday o'sish birdan qisqa vaqt ichida bunchalik katta o'sish bo'lishini kutmagandim. Yana nima desa bo'ladi? Mayli, Realga to'xtalaylik. Realdagi muammolar o'z odatda biz ko'proq yutqizgan jamoani ko'proq gapiramiz. Shuning uchun ko'pchilik yutgan jamoa bizni maqtamadingiz-ku deb xafa bo'lishadi. Lekin aslida yutqizgan jamoani ko'proq gapiramiz. Deyarli barcha jurnalistlar shunday qilishadi. Shu ko'rsatuvlarda ham e'tibor berishingiz mumkin. Yutqizgan jamoa ko'proq gapiriladi va Realdagi muammolar haqida ham yana gapirmasak bo'lmaydi. Real, bilasizmi? Bir Real kanali bor, kuzatib boraman, Telegram kanali. Endi har xil
klublarning Telegram kanalini o'zimiz uchun albatta saqlab qo'yamiz. Kerak bo'lib qoladi, chunki qiziq tesha tegmagan ma'lumotlar berishadi va u yerda bir gap menga juda bir ayni shu o'yinga mos tushdi. Ya'ni sug'ur kuni, yana sug'ur kuni boshlandi dedi. Bu zo'r ta'rif bo'ldi menimcha, chunki qarang, Ancelotti 4-marta Klasikoda yengilyapti. Xuddi shu narsa takrorlanyapti. Nahotki o'sha birinchisidan mayli xulosa chiqarmagandir, ikkinchisidan xulosa chiqarish kerak-ku yoki uchinchisidan xulosa chiqarish kerak-ku. Yo'q, o'sha muammolar, o'sha holat yana davom etyapti. Nimadir taklif qilar, balki bu safar sug'ur kuni bo'lmasligi uchun nimanidir o'zgartirish kerakdir. Yo'q, hech nima o'zgarmadi. Bilasizmi, bu yerda bu safar rahbariyatning ham aybi bor, qo'shilaman, lekin futbolchilardan ko'ra o'sha Vaskesning xatosini ko'pchilik gapiryapti yoki boshqa himoyachilar Gülerning o'yini chiqmaganini gapiryapti. Men hammasiga aybdor Ancelotti va rahbariyat deb o'ylayman. Nimaga? Ancelotti, qarang, futbolchilar charchaganligi sezilib turibdi. Liderlar formasida emas, ko'rinib turibdi va ularga taktik taraflama yordam berish kerak-ku murabbiy. Yo'q, aksincha ularni battar qiynayapti. Bitta futbolchiga yana 2-3 ta funksiyalarni qalashtirib tashlagan va futbolchilar ulgurishmayapti uni hammasini bajarishga. Valverde bilmadim, tili osilib qolguncha yuguradigan futbolchi, lekin u ham charchaydi, u ham inson va oxir-oqibat mana yengil jarohat ham oldi, birinchi taymdan keyin ko'rdik. Bunaqa futbolchilarni har doim nima deydi, individual tarzda jamoani olib chiqib ketishga undash noto'g'ri. Murabbiy ham yordam berish kerak-ku. Mana Flickda yayrab o'ynayotganiga sabab ham shunda. Futbolchilarni shunaqangi joylashtirgan va ularga shunaqangi to'g'ri ko'rsatmalar berilganki, futbolchilar o'z vazifasini bajaradi bo'ldi. Qolgan bitta yana qo'shimcha funksiyalarni bajarish kerakdir ayrimlar, lekin umumiy olib qaraganda ular o'zlariga yuklatilgan vazifani bajaryapti. Realdagilar esa qo'shimcha vazifalar bilan o'ynayapti. Shu sezilib turibdi va charchagan va murabbiy bunday paytda nimadir qilib yordam berish kerak futbolchilarga. Futbolchilar faqat yordam beryapti o'zi aslida bu mavsumda Realga. Futbolchilar olib chiqib ketishyapti ko'p o'yinlarda va o'zi bilasizmi, eskidan Real o'zi shundayroq ham klub. Ko'proq taktika emas, futbolchilarning mahoratiga suyanib o'ynaydi. Buni bilasizmi, bir vaqtlardagi Sir Alex Ferguson Unitedga ham o'xshatishimiz mumkin. Endi Realda ham bu an'ana ancha yillardan beri o'sha Jose Mourinho paytida ham yoki undan oldingi davrlarda ham shunday bo'lgan. O'sha Galacticos paytida ham shunday bo'lgan. Futbolchilarning individual mahoratiga ko'proq suyanadi. Jamoada qandaydir aniq bitta uslub yo'q. Lekin ularga qandaydir yordam berish kerak baribir. Murabbiy o'sha narsani Ancelotti bu mavsumda qila olmadi. O'g'li bilan birgalikda nimalardir qilishga harakat qildi, lekin bu yetarli emas. Futbolchilar ko'proq baribir murabbiyni olib chiqib ketdi ko'p o'yinlarda, qiyin o'yinlarda. Va muxlislar o'rganib qolishgan, Real comeback qilishga o'rganib qolishgan, chunki futbolchilar yengilishmaydi, iroda ko'rsatishadi doim. Lekin har doim endi unday bo'lavermaydi. Murabbiy ham baribir nimadir qilish kerak. Va aynan Ancelottining demak oxirgi Klasikosida murabbiy o'zi yordam bera olmadi. Bu Klasikoni hech bo'lmaganda mag'lubiyatsiz tugatishga qaysidir ma'noda o'zi sababchi deb o'ylayman. Albatta jarohatlar, bu haqida ham gapirish kerak. Jarohatlar bo'lmaganda shubhasiz balki boshqa unda masala ko'proq bo'lardi deyishingiz mumkin, qo'shilaman. Albatta o'sha himoya chizig'i ayniqsa juda zaif bo'lib qoldi. Hamma deyarli himoya chizig'i vakillari o'sha lazeretga qarasak, hammasi o'sha jarohatlanganlar ro'yxatida himoyachilar turishibdi. Bu ham to'g'ri asosiy muammolardan biri. Lekin baribir shu jarohatdagi holatda ham yaxshi murabbiylar jamoani hech bo'lmaganda 4 ta gol o'tkazmasligi uchun nimadir o'ylab topishadi. Shu narsani qila olmadi. Himoya ochiq eshiklar kuni bo'lib ketdi. Ham individual xatolar, ham o'sha futbolchilarning o'zi bir-birini sug'urtalamayapti, yordam bermayapti bir-biriga. Bunaqa holatda, bunaqa formada bo'lib turgan Yamal, Rafinha, Ferranlar oson gol urib ketishdi, ko'rdingiz. Juda osonda. Hatto Realni o'zi yordam berib yubordi ko'p vaziyatlarda. Shuning uchun bu yerda birinchidan yaxshi futbolchilar olib bermaganligi uchun rahbariyat aybdor, ikkinchidan esa Ancelottining o'zi shu voqea nima bilan tugashi mumkinligini bilib, ya'ni Barselona qanday xavf tug'dirishi, qayerga ko'proq bosim qilishini bila turib, bunga qarshi hech narsa qila olmadi. Shunday ekan, ikkita tomonda ham aybi bor. Futbolchilarda ham ayb bordir, lekin ko'proq 3-darajali menimcha ularniki. Qisqasini aytganda, endi Real yangilanadi. Kelasi mavsumda ketadigan futbolchilar bor. Vaskesni qo'yib yuborish kerak. Bechora Vaskes o'zi ham menimcha charchadi, eng yomon bo'laverib. Undan tashqari baribir himoya shubhasiz asosiy muammoli chiziq va u yerga futbolchilar kerak. Ishonchli futbolchilar kerak va hozir shunaqa davr, zaxira imkoniyati qancha yaxshi bo'lsa, shuncha uzoqqa boryapti Yevrokuboklarda jamoalar. PSG bunga yaqqol misol, mana zaxiradan tushayotgan futbolchilarni ko'ryapmiz. Dembele hatto ba'zida zaxiradan tushadi yoki bo'lmasa Barkali tushadi, Zaire Emery tushadi. Ya'ni zaxira imkoniyatlari zo'r.
aynan shunaqa zaxira imkoniyati yaxshi bo'lsa, jarohatlar ham kam bo'ladi, chunki rotatsiya qilib turadi. Anchelottini aybi ham aybdorligida ham qaysidir ma'noda shu rotatsiya qilmaganligi deb o'ylayman. Asosiy futbolchilarni siqib suvini ichdi. Zaxiradagi futbolchilar o'ynamalayotib qolib ketdi va buning oqibatida mana bunday katta o'yinlarga ular tayyor emas. Ya'ni Anchelotti o'zi qiynadi. Bu mavsum davomida ko'proq shunday desak to'g'ri bo'ladi. Va shubhasiz Real tarixida eng zo'r murabbiy. Buni unutmaymiz. Albatta, hozir bitta o'yindan xulosa qilmoqchi emasman. Umumiy butun faoliyati haqida gap ketayotgani yo'q. Biz ko'proq kimlardir tanqid qilsak, butun faoliyatini biz inobatga olib aytmaymiz. Faqat mana shu holat, o'yin haqida gapiriladi. Va afsona albatta chiroyli ketish kerak edi, lekin mana shunday tarzda La Liga sovrinisiz, Chempionlar Ligasiz, Super Kuboksiz ketyapti. Har qalay ikkita kubok yutdi, to'g'ri, bu mavsumda UEFA Super Kubogi, undan tashqari o'sha qit'alararo qandaydir o'sha jahon chempionati o'rnini bosib bergan kubokni qo'lga kiritdi. Har qalay bor sovrin, lekin bunday olib qarasak baribir bu eng omadsiz mavsumi bo'ldi Anchelottini. Mag'lubiyatlar soni bo'yicha anti-rekord qo'ydi va hali bilmadim bu to'xtaydimi yoki yo'q. Qisqasi mana shu hozircha birinchi videoda faqat shular haqida aytmoqchi edim. Barselona muxlislarini tabriklaymiz. Zo'r mavsum bo'ldi bu mavsum. Garchi Chempionlar Ligasida finalga chiqa olmagan bo'lsa ham, hakamlikka keling, mayli o'z fikrimni bildirib o'tsam, shu vaziyat, Chouameni bilan bo'lgan vaziyat, uni Ferranni to'xtatgan vaziyatini to'g'risi bilmadim. Bu yerda ayrim hakamlar qizil beradi, buni ham tan olaman, lekin bu safar yaqqol qizil deb qandaydir aytishga sal shoshilmayman, chunki Ferranni o'zi ham ushlab olgan edi Chouamenini. Undan oldin Chouameni kontakt qilgandi-ku deyishingiz mumkin. Qo'shilaman, o'sha payt yiqilganda balki qizil adolatli bo'lar, lekin Ferran yiqilmasdan Chouamenini quchoqlab qandaydir ishlamoqchi bo'lganligini sotib qo'ydi. O'sha full ishlamoqchi bo'lganligini. Ishladi ham, biroq qizilga tortmadi menimcha. Lekin keyingi vaziyatda Chouamenining qo'liga o'sha Ferranning zarbasi tegib qolgan vaziyatda, bilasizmi, bu mavsum boshida hakamlar bizni yig'di, sharhlovchilar, jurnalistlarni yig'ib seminar o'tkazishdi va seminarda tushuntirishdi, endi tayangan qo'lga to'p tegsa, o'sha penalti berilmasligi, agar tanaga keyin qo'lga tegsa, endi penalti berilishini aytishdi. Yangi qoidalar kiritilgan futbolda. Shuning uchun keyin o'shanda qiziqib men so'radim. Mabodo deylik dedim, qo'lga bexosdan tegdi, lekin o'sha qo'lga tegmasa, ortida darvoza tursa-chi, darvozaga kirib ketsa-chi to'p. Ya'ni o'sha futbolchi to'pni qaytargan futbolchini ortida darvoza turgan bo'lsa-chi deb savol berganda, o'shanda hakamlar o'ylanib, o'shanda aytishdi, Seytlin o'shanda hakam tushuntirish bergan edi menga. Agar ortida darvoza turgan bo'lsa, bu yerda penalti berilishi kerak dedi. Xuddi mana shu Chouamenining vaziyatida men agar mabodo shunday bo'lib qolsa-chi deb qiziqib so'raganimda, xuddi shu vaziyatni taxminan tasavvur qilgandim. Boshqa bir o'yinda chunki bo'lgandi bu holat va o'shanda penalti berilgandi. Endi bunga ham penalti berilmaydimi desam, yo'q, bunga penalti beriladi baribir deyishgandi. Biroq bu safar hakam negadir penalti bermadi. Endi ham hakamlarda o'zgarish asoslari bor. Misol uchun deylik, u yerda Chouameni qo'lni olib qochishga vaqti yo'q edi, masofa yaqin edi deyishim mumkin, bilmadim. Lekin qo'lni olib qochishga harakat ham qilmadi Chouameni. Shuning uchun hayronman. Men shaxsan o'zimga qiziq bu vaziyat va hakamlar bafurja tushuntirib berishsa to'g'risi yaxshi bo'lardi bu vaziyatni. Chunki men o'zim qiziqayapman. Bunga nimaga penalti berilmaganiga to'g'risi o'zim ham qiziqayapman. Undan tashqari yana bahsli vaziyatlar bo'ldi. Qandaydir gol urilmagan, yaqqol golli vaziyatlardan foydalanilmagan holatlar bo'ldi. O'sha Rafiniyada yoki bo'lmasa zaxiradan tushgan o'sha Real yosh futbolchisida bo'ldi. To'pga adashmasa birinchi teginishda gol urib qo'yish mumkin edi. Ya'ni 7 ta gol urildi, lekin aslida 10 tadan ham oshiq gol bo'lishi mumkin edi. Ishqilib mana shunday qiziqarli o'yin guvohiga aylandik. Hozircha taassurotlar shu. Shu bilan demak so'nggi klassikoga guvoh bo'ldik. Mavsum sekin-sekin tugayapti va muxlislik haqida qisqacha yana bitta gapirib o'tib ketsam, videoning oxirida biror muxlislar, ayniqsa Real va Barselona muxlislari bir-birini mazax qilishni juda yaxshi ko'rishadi, lekin mana o'tgan mavsumda Real muxlislari biroz mazax qilishgan edi. Bu safar endi Barselona muxlislari mazax qilishyapti. Chunki o'tgan mavsumda ketma-ket Realda adashmasam g'alabalar bo'lgandi. 3 ta o'sha klassikoda Real yutgandi. Bu safar 4 ta klassikoda Barselona yutdi. Keyingi mavsumda qaytarilib qolishi mumkin. Shuning uchun ba'zida tilga ehtiyot bo'lish kerak menimcha. Ya'ni bu ham Real ham Barselona muxlislariga tegishli bo'lgan gapim. Bizga farqi yo'q. Shunchaki bir-biringizni xafa qilib qo'ymang, keyin o'zingizga qaytib qolishi mumkin. Chunki doim yutadigan jamoa yo'q. Bu dunyoda unaqasi yo'q. Qachondir baribir sizning klubingiz o'sha jamoadan mag'lubiyat qabul qilib olishi mumkin. Shuning uchun kerak emas. Endi mayli.
bu hozir gapirganim bilan ko'pchilikka foydasi bo'lmaydi, shunchaki ayrimlarga balki ta'sir qilar deb aytdim. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.